nima bo'lsa bo'ldi, lekin aniq bugun aytaman sevishim. Malika qalaysan? Malika seni sevaman. Malika seni sevaman. Behruz. Qalaysan, yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Senda gapim bor? Meni ham senda gapim bor. Qanaqa gap? Tanish. Bular Mirkomil akam. Biz fotoxalandik. Bu meni eng yaqin do'stim, ham sinfdoshim Behruz. Sen meni eng yaqinligim uchun birinchi senga aytdim. To'yimga borasan, ha? Sen menga nima gaping bor edi? Seni sevishimni aytmoqchi edim. Seni juda ham sevaman. Menimcha endi hech qachon ayta olmasam kerak buni. Shirinlikni yoqtiradimi? O'shan shirinlik oldim. Rahmat. Sizlarni ham shila ko'pdir. Manam borishim kerak edi. Mayli. Mayli, xo'p. Sevishingni unga aytishing kerak. Yoki umring oxirigacha qiynalib yurmoqchimisan? Malika! Baxtli bo'lgin sindosh. Qolib ketdi gaplarim, gaplarim, gaplarim. Senga yozgan xatlarim, xatlarim, xatlarim. Qaytmas o'sha paytlarim, paytlarim, paytlarim. Sevishimni aytmadim, aytmadim,